Plastik kartasi bor fuqarolarga xushxabar. Endilikda plastik kartangizdan pul o'g'irlansa, endi muammo emas, pulingiz o'zingizga qaytib keladi. Aziz do'stlar, ushbu videorolik aynan siz uchun. Videorolikni oxirigacha ko'rib, albatta o'zingizni himoya qiling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Vitronik tabobat olamida ajoyib yangilanish. Erkaklarda uchrovchi prostata bezi adenomasi, surunkali prostatat holatlarida achishish, og'riq, kam peshob ajratish holatlarini bartaraf etuvchi ajoyib vosita. Umumquvvatni oshiradi, jinsiy faoliyatni yaxshilaydi. Erkaklarning haqiqiy ishonch manbai. Mahsulot ta'sirini 5-7 kun ichida sezasiz. Vitronik har tomchisida mo'jiza. Diqqat! Endilikda plastik kartangizdan pul o'g'irlansa, banklar javob beradi. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, agar siz bank kartangizdagi pulni o'g'irlatgan bo'lsangiz, banklar o'g'irlangan barcha mablag'larni qaytarib beradi. Raqamlarga e'tibor qaratgan bo'lsak, atiga 11 oy ichida fuqarolar hisobidan qariyb 1,9 trillion so'm pul o'g'irlangan. Shu bois amaldagi tartib, qoidalar o'zgardi. Agar pul bank yoki to'lov tizimining zaif himoyasi tufayli o'g'irlangan bo'lsa, zarar banklarning o'zi tomonidan qoplanadi, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, plastik kartasidan pul o'g'irlatgan yaqinlaringizga videoni yuborib, like bosib qo'yishni unutmang.